Jaloliddin Masharipov xorazmlik futbolchi umuman milliy terma jamoaga kerak emas. Nimaga uni Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasiga taklif qildi? Nimaga Jaloliddin degan Jalol endi aynan milliy terma jamoada jahon chempionatiga borish kerak? Shaxsan men bu narsaga mutlaqo qarshiman. Masharipovni, Jalolni termadan yo'qotish kerak. Bu meni shaxsiy fikrim. Qani shundaylar bo'lsa yozing. Kerak emas Jalol bizga. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, assalomu alaykum Zafar Bimronbek kanalining qadr baland obunachilari. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. O'zbekiston va yana Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan ajoyib xabarlar bilan Zafar Bimronbek kanali o'zim ko'rinish berib siz qadrli obunachilar e'tiboriga bugun gapirishga ahd qildim. Mavzu xorazmlik O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi Jaloliddin Masharipovga qaratiladi, yoxud Jalolga qaratamiz. Xo'sh, xorazmliklar yoki o'rganishliklar bo'lsa, izohlar bo'limiga o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldiring. Darvoqe, fikr yozishga aslo shoshilmang. Bir inson haqida qaror chiqarishga aslo hayotda shoshilmang. Avval u insonni to'liq o'rganing. Umuman uni, oilasini va undan so'ng xulosa chiqarishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, bugun Jaloliddin Masharipov jahon chempionati 2026 da O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatiga borish kerakmi yoki yo'q? Kresk Masharipov umuman olganda Jalol terma jamoaga kerak emasmi degan savollarga biz birgalikda javob topamiz va o'zimizni shaxsiy fikrlarimizni va ma'lumotlarimizni siz qadrli obunachilar e'tiboriga taqdim etamiz. Darvoqe qadrli do'stlar, o'tgan safargi roligimda aynan mana shu uyda, mana shu xonada qora kapshonka kiyib video rolik qilganimda ba'zi bir futbol muxlislari juda ham ajoyib muxlislar bor. Uyingiz sovuqmi, nimaga issiq kiyim oldingiz, pechkaga o't yoqyapsizmi, unaqa bunaqa degan gaplarni gapiribdi. Albatta, uyimiz sovuq, lekin unaqa Antarktidaga o'xshagan juda ham sovuq emas. Faqat o'sha kuni ko'chadan keldim shoshib, kapshonkani umuman yechmasdan o'sha ko'chadan kelgan libosda, kiyimda video rolik qilib gapirgandim. Shuning uchun ko'pchilik o'ylabdi, uy sovuqmi, o't yoqyapsizmi? Albatta biz pechkaga o't yoqamiz va qishni kunida hamma uyga, misol uchun aytaylik, 4 xona yoki 5 xona uyingiz bo'lsa, hamma uyga aylantirib o't yoqishni iloji yo'q. Sizni uyingizda gaz bo'ladimi, oqma gaz bo'ladimi yoki turadigan gaz bo'ladimi, uni yoqishni iloji yo'q. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Darvoqe, meni qanaqa kiyinish uslubimga e'tibor qaratmaysiz. Asosiysi o'zim gapirayotgan ma'lumotlarga e'tibor qarating. Ba'zi birlarga o'xshagan albatta hurmatsizlik bilan kiyimsiz yoki yalang'och holatda chiqqanim yo'q. Imkon darajasida albatta ekranni qonun qoidasiga mos ravishda video rolik qilyapman. Demak, mayli, bu o'zini yo'liga qadrli do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi asli xorazmlik Jaloliddin Masharipovga to'xtalamiz. Jaloliddin Masharipov 1993-yil 1-sentyabr Xorazmda tug'ilgan, Urganch shahrida Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Shu vaqtgacha Toshkent Paxtakor, Toshkent Lokomotiv klublarida O'zbekiston klubi sharafini himoya qildi. Undan keyin esa xabaringiz bor, Saudiya Arabistonining Al Nasr klubida 7-raqamda to'p surdi. Undan keyin Cristiano Ronaldo kelgandan so'ng 7-raqamini Ronaldoga sovg'a qilib 77-raqamga o'tib oldi. 3 ta 7 bo'ldi ikkalasi va ana undan so'ng shu vaqtda undan oldinroq Birlashgan Arab Amirligining Shabab Al-Ahli klubida ham ijara asosida o'ynadi. Jaloliddin Masharipov yoki o'sha Masharipovni yoqtirmaydiganlar Jalol deb nomlashadi. Umuman olganda to'g'ri, uni taxallusi Jalol deb nomlanadi. Jaloliddin Masharipov va Gretsiyaning Pansier Ajax klubida ham ma'lum muddat to'p surdi. Gretsiyada xabaringiz bor, Yevropa jamoasida va qadrli do'stlar, hozirda Eronning Istiqlol klubida to'p surmoqda va yana qo'shimcha qilamiz, tugayotgan mavsumda katta ehtimol bilan u Farg'onani Neft klubiga o'tishi mumkin degan savollar ham o'rtaga tashlandi, lekin javob shunday bo'ldiki, yo'q. Istiqlol klubi katta ehtimol bilan Jaloliddin Masharipovni yana bir mavsum Eronda Istiqlol klubida olib qolishga qaror qildi degan xabarlar ham bizga yetib keldi. Xo'sh, mayli, bu Jaloliddin Masharipovni o'zini xohishi, qaysi klubga o'tadi, qaysi jamoada o'ynaydi, qancha maosh oladi, u o'zini
xohishi. Xohlasin Yaman chempionatiga borsin yoki Tailand chempionatiga, xohlasin O'zbekistonning Farg'onaning Neft klubiga kelsin. U Masharipovning o'ziga bog'liq. Biz Masharipov O'zbekiston milliy terma jamoasiga mosmi yoki yo'qmi shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Aniqrog'i men harakat qilib ko'raman. Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda Jaloliddin Masharipov haqida kuni kecha Neftchiga o'tar ekan degan savollarga albatta videorolik sifatida ma'lumotni taqdim etdim, lekin Jaloliddin Masharipovni yoqtirmaydigan futbol muxlislari bor ekan. To'g'ri, O'zbekistonda hech kimni majburlab sen buni yoqtir, sen buni yomon ko'r yoki boshqa narsa deyish juda ham qiyin. Har kim o'zini xohlagan futbolchisiga, xohlagan blogerini tomosha qilishi mumkin. Hech kim uni majburlamaydi. Kimdirga, misol uchun meni gaplarim, meni berayotgan ma'lumotlarim ma'qul kelishi mumkin. Yana kimdirga meni tashqi qiyofam yoki meni terma jamoa haqida, umuman futbol haqidagi fikrlarim ma'qul kelishi mumkin. Ba'zi birlarga umuman yo futbol haqidagi fikrlarim ularga teskarisi yoki tashqi qiyofam yoqmasligi mumkin yoki ovozim yoqmasligi mumkin. Hech kimni majburlab biror bir auditoriyada olib qolish juda ham qiyin masala. Shaxsan men ham o'zimni yaxshi ko'radigan blogerlarim bor, yoqtirmaydigan blogerlarim bor. Shunday ekan 5 qo'l bir xil emas. Mayli, Jaloliddin Masharipov milliy terma jamoaga kerakmi? Shu vaqtgacha milliy terma jamoada Masharipov nimalar qila oldi? Nimaga Masharipovni hamma yomon ko'radi? Hamma emas, aytaylik, O'zbekistonda 100% natijasiga oladigan bo'lsak, shulardan adashmasam 40 yoki 50% futbol muxlislari Masharipovni qariya, Masharipovni kibrlanib ketgan, Masharipov maqtanchoq deb yoqtirmishmaydi Jaloliddin Masharipovni. Men o'zimni shaxsiy fikrimni aytmoqchimanki, qadrli do'stlar, yana ma'lumotlar chiqyapti. Jaloliddin Masharipovni Fabio Cannavaro Jahon chempionati 2026 AQSh, Kanada va Meksika mamlakatlarida bo'lib o'tadigan mundialga olib borish kerak emas degan fikrlarni ham ilgari surishmoqda. U har kimning o'zining shaxsiy fikri bor, lekin nima uchun siz Masharipovni yoqtirmayapsiz? Shu savolga men o'sha futbol muxlislaridan so'ramoqchiman. Agar meni ko'rayotgan bo'lsangiz, izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Nima uchun Masharipov sizga nimasi bilan yoqmadimi? Bilasizmi, Masharipovni bitta xislati bor. Hamma futbolchida bormi yo'qmi bilmadim, lekin menda ham o'sha xislatidan ozgina bor. Masharipov haqida har xil gaplarni gapirsa, Masharipov o'zi ijtimoiy tarmoqqa chiqib o'sha savollarga javob beradi. Mardlarcha qo'rqmaydi. Misol uchun, o'zining ijtimoiy tarmog'i Instagramlarda bor. Qaysi klubga o'tayotgani, unga berildirayotgan fikrlar yoki bo'lmasa omadi kelmasa, to'g'ri o'sha Osiyo Kubogida Qatar darvozasiga ura olmagan penaltilari Masharipov katta tanqidlarga qoldi. Ataylab qildi, sotib olindi, unaqa bunaqa degan gaplar bor. Lekin qadrli do'stlar, Jaloliddin Masharipov men o'ylayman milliy terma jamoaga hozirgi vaqtda juda ham kerak. To'g'ri, meni fikrim bilan Cannavaro hali uni terma jamoadan chetlatgani yo'q. Chetlatmasa ham kerak, lekin futbol muxlislari ichida shunday fikrlar bo'lmoqdaki, Masharipov kerak emas. Nima uchun kerak emas? Nimaga O'zbekiston terma jamoasini shu darajagacha olib kelishiga, to'g'ri, boshqa futbolchilarning ham hissasi bor, lekin aytaylik 11 ta futbolchi yoki 20 ta zaxira tarkibi bilan bo'lsa, shularning 10% yoki 5% da Jalolni, Masharipovni hissasi juda ham katta. Nima uchun Masharipovni yoqtirmaysiz? Masharipovni nimasi yoqmaydi? To'g'ri aytishingiz mumkin, kibrlanib ketgan, maqtanib ketgan. Qadrli do'stlar, bitta narsani aytish kerak. Siz ham Ronaldo bilan, dunyoning eng mashhur futbolchisi bilan birga fotosuratga tushib qo'ysangiz, bu nimasi kibrga bo'lishi mumkin? Nimaga? Masharipovni xarakteri shunaqa. Shunchaki u shunday tug'ilgan. Bu uni aybi emas. Kimdirni tarbiya tomonidan aybi bo'lishi mumkin. Ming puli bo'lsin, millioner bo'lsin, tarbiya nol. Aytadiki, farosatni dedi Alloh bermasa bandasi o'zi biror kimdan o'rganishi juda qiyin masala. Shunday ekan, Masharipovni bu kibrlanib ketishi yoki o'sha futbol muxlislariga yoki unga negativ yozsa, unga javob qaytarishini bilib, ko'pchilik bu kibrlanib ketgan. Masharipov unaqa, bunaqa. Shaxsan men Zafarov Imronbek kanali boshlovchisi Muhammadjon Masharipovni barcha ishini oqlayman. Masharipov o'ziga mos, xorazmcha, haqiqiy futbolchilarga mos ishini qiladi. Nafaqat Masharipov, boshqa dunyoning mashhur yulduzli futbolchilari ham kerak bo'lsa Masharipovdan boshqachasiga kibrlanib ketishgan. Buni kibrga yoyish mutlaqo noto'g'ri, shunchaki Masharipovning xarakteri shunaqa. Qadrli do'stlar, xo'p mayli, Masharipovning xarakteri shunaqadir, milliy terma jamoaga mos emas deyapsiz yoki maqtanchoq deyapsiz. Bu uni o'zini xarakteri, lekin futbol texnikasi bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga umuman olganda Masharipov kerak.
Qadrli do'stlar, men to'g'risi juda ham ko'p o'qib qoldim. Jalol kerak emas, Masharipov umuman terma jamoaga mos emas. Nimaga Masharipov shu vaqtgacha O'zbekiston terma jamoasiga nimalar qildi? Juda ham yaxshi o'yinlarni ko'rsatdi. Jahon chempionati, nafaqat jahon chempionati saralashgacha, undan oldin Osiyo kuboklarida jamoa bo'ldi, imkoniyatni boy berdik, hammasi tugayapti degan paytda ham Jaloliddin Masharipov futbolchilarni, umuman terma jamoani ruhlantira oldi, motivator bo'la oldi. To'g'ri, oldin Odil Ahmedov bordir, Shomurodov bordir, lekin Masharipovning o'rni o'zgacha. Baribir Jalolda terma jamoani boshlash qobiliyati ozgina ko'proq. Shunday ekan, qadrli do'stlar, shaxsan men Jaloliddin Masharipovni bugungi videorolikda oqlayman. Shunday ekan, meni fikrimdan boshida videorolik shunday qilmasam hech kim ko'rmasdi. O'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar biror joyda xato gapirgan bo'lsam, siz ayting, sen noto'g'ri gapirding. Masharipov O'zbekiston terma jamoasiga kerak emas, Masharipov o'ynashni bilmaydi deb fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar Jaloliddin Masharipov o'ynashni bilmaganda uni Al Nasrga olishmagan bo'lardi. Aytishingiz mumkin, Ronaldo kelib Masharipovni haydab yubordi deyishingiz mumkin. Ronaldo kim? Jaloliddin Masharipov kim? Ronaldo butun dunyo tan olgan futbolchi. To'g'ri, Jaloliddin Masharipovni butun dunyo tan olmasligi mumkin, lekin butun Osiyo, mana nasib etsa mundialda qatnashamiz, Masharipovni yana bir bor butun dunyo taniydi. Shunday ekan, men aytmoqchi bo'lganim, qolgan futbolchilar yomon, Masharipov yaxshi emas. Masharipovni O'zbekiston milliy terma jamoasida o'rni juda ham katta. Iltimos qilgan bo'lardim, Masharipov haqida u kibrlanib ketgan, maqtanchoq demang. Sizni ham yomonlaysiz, siz ham albatta javob qaytarasiz. Shaxsan menga biror kim noto'g'ri izoh yozsa yoki men haqimda noto'g'ri gap gapirsa, men ham o'sha insonga nisbatan albatta javobimni qaytaraman. Bu insonning tabiati, insonning xarakteri. Futbol bilan uni xarakterini bitta qilib xulosa chiqarish, bu meni fikrimcha mutlaqo noto'g'ri, qadrli do'stlar. Umid qilamiz, Jaloliddin Masharipov Jahon chempionati 2026 da ham terma jamoamizga yaxshi yordam bera oladi. Men Masharipovga ishonaman, Masharipovdan mundialda yaxshi narsalar kutmoqdaman. Xabaringiz bor, raqiblarimiz Kolumbiya, Portugaliya va Afrika vakillaridan bittasi Yangi Kaledoniya, Yamayka yoki Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi bo'lishi mumkin. Qisqasi, qadrli do'stlar, Jaloliddin Masharipov haqida har xil izohlarni yozmang. O'sha yozganlar keyinchalik uyalib qolishingiz mumkin. Bir paytlar keling tan olaylik, Igor Sergeyevni hammamiz tanqid qildik. Igor Sergeyevni oyog'i qiyshiq, o'sha Xitoyga urolmagan gollari va o'sha Osiyo kuboklarida, umuman saralashlarda, jahon chempionati saralashlarida o'shanda Sergeyevni katta tanqidlarga qildik. Mana hozir Sergeyev Paxtakorda, Sergeyevga Rossiya chempionatidan yana qaysidir chempionatlardan takliflar tushmoqda. Sergeyev O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy bo'g'iniga, asosiy futbolchisiga aylanib qoldi. Shunday ekan, Masharipovning xarakteri bilan futbol texnikasiga bir-biriga qo'shib uni ayblash mutlaqo noto'g'ri. Qadrli do'stlar, Zafar Imronbek kanali sizlarga shu haqida gapirmoqchi edim. Xo'sh, Masharipov sizga yoqadimi? Terma jamoaga kerakmi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. Xato gapirgan bo'lsam, xatoyimni to'g'rilang yoki meni yoqtirmagan bo'lsangiz, izohlar bo'limiga yozib qo'ysangiz ham sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. Darvoqe, hammaga birdek yoqishning iloji yo'q, beayb Parvardigor. Zafar Imronbek kanali bilan qoling, biz yana gaplashamiz. Ajoyib mavzular sizni kutmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun.